Olivia salati tayyorlaymiz. Mahsulotlarimiz tayyor. Qaynatiladiganlari mana. Go'sht solamiz, ichiga kolbasa solmaymiz. Kolbasa mazasini, ta'mini ozgina o'zgartirib qo'yadi. Men xohlagandek bo'lmaydi. Olivia tayyorlashga kirishamiz. Hamma mahsulotlarni to'g'raymiz. To'rtburchak shaklida, mayda to'rtburchak shaklida. Mayonez va no'xatdan tashqari albatta. To'g'raymiz. Kerakli mahsulotlarimizni hammasini mana shunaqa mayda to'rtburchak shaklida to'g'raymiz. Juda yirik to'g'rasak xunuk chiqadi. Mana salatimizni hamma kerakli mahsulotlarni to'g'rab oldik. Endi no'xat bilan, o'sha konservalangan no'xat bilan mayonezni qo'shamiz. Soldik, endi mayonezini qo'shamiz. Ukropni ham to'g'rab solishadi, ko'kat solishadi, lekin men solmayman. Sababi mayonezlar hamma masalliqlar qo'shilib aralashtirilgandan keyin olivia salatini 12 soatgacha, o'shanda ham sovutgichda saqlash mumkin ekan. 12 soatdan keyin bu salatni iste'mol qilish xavf tug'dirishi mumkin ekan salomatlikka. Yaqinda o'qib qoldim ijtimoiy tarmoqlarda. Mutaxassislar aniq shunaqa xulosa chiqarishibdi. Salatimiz tayyor. Mana sho'r bodringni ham qo'shib to'g'rab soldim.